Voy joning sog'ligi, hurmatli dakan ishqibozlari, bunaqa original toza chiqqanini ko'rganmisizlar? Oyoqlarni qarang, kvadratku. O'rtoqlar bu makiyan. Voy joning sog'ligi. 3 oylik bo'lib qoldi do'stim. 2 oylik? 3 oy bo'lib qoldi-da. Yana bir 2 oyda tuxumga borsa kerak, 2-3 oyda. Bitta qo'yib yuboringchi, bunaqasini topib. Voy joning sog'ligi. Bitta yagona bo'lib chiqdi, sariq tumshuq, sariq oyoq. Boqsang tozasini boq deydi-ku. Chistasi mana o'rtoqlar, chistasi. Bu yapon to'g'rilar bittadan ochib chiqdi o'zi jo'ja. Ha, jo'jalar mana Shayda yuribdi jo'jalarni hozir ko'rsatamiz o'rtoqlar. Buni qarang do'stlar, makiyani. Burgutmisan, burgutku bu ha. Narxiga kelishib qolinsa o'rtoqlar. Narxiga kelishib qolinsa bu sotilaveradi o'rtoqlar mana. Juda chiroyli, juda ajoyib. Ajoyib. Jo'jalar juda ham ko'p, mana bitta jo'ja yuribdi ekan jo'ja. 20 kunlik bo'lib qoldi shularni ochib chiqqaniga. Hozir ularni ham obzor qilamiz o'rtoqlar. Bittadan like bosib turasizlar. Ha, o'rtoqlar. O, joning sog'lig'i. Baqa, mana shu yerga nasib bo'lmaydi mana shu yerga. Ha, o'rtoqlar. Kul zo'r ketibdi-la, kul ha. Voy joning sog'lig'i. Bular chiroyligini. Balchi oyoqlar bor ekan. Hammasi sariq oyoq. Ha. Ana sizga jo'jalar o'rtoqlar. Ana kampati-yu, mana kampati. Makiyani ham bor ekan. Makiyani ham sanoqli ekan, ha. To'rtta, 3 ta makiyan bor ekan. Xo'rozi ko'p ekan o'rtoqlar. Mayda boshida chiqqan. Aprelda oxiri mayda boshida chiqqan, ha bular, ha. Endi baribir aprel deyiladi-da. Ana ularni qarang, 2 oy 2,5 oylik jo'jalar. Mana palvonligini qarang, unikilari. Kul, вообще bomba ketdi. Do'stlar, jigarlar, ishqibozlarga sotilaveradi. Asli sotilmasdan kuzigacha boqiladigan edi. Endi safar munosabati bilan sotilyapti ekan endi. Qozlarga bitta topib qolsa ham qolganini ishqibozlarga berilaveradi. Narxini prema aytamiz. 500 mingdan o'rtoqlar. O'tib beriladi. Xayr barakasi bor. Kimgadir 500 ming qimmat, kimdir tushunadi buni bunday qilib olguncha 500 mingdan pul ketgan har bittasiga. Voy hisobi. Kamariga berib beramiz, xudo xolasa kelishtirib chiroyli qilib. Pochtalariga chaqib beriladi. Kelib chiqishlari yaxshi. O'sha tanakchi zotlardan. Ha, tanakchi zotlardan olib param zo'r ketyapti ekan. Mana bardovoy bo'ladi. U makiyonda endi alohida tema o'rtoqlar. Bu boshqa partiya, bu oldingi partiyadan bitta qolib ketgan. Juda ham bo'lakcha. Uni rangini qarang o'rtoqlar. Bunaqa qilib chiqarib olish juda ham qiyin. Allohning mo'jizasi. San'at asarimi deysiz o'rtoqlar buni. Bu hali katta makiyon bo'lsin, bundan zot olsa mo'shni chiqadi. Ishtahalar zo'r o'rtoqlar. Ishtahalar juda ham zo'r. Tuxumni po'chog'iga olib kirishyapti. Mana bu ham juda kampar chiqibdi, ha. Juda zo'r chiqdi mana bu ham. Bu ham xo'roz, bu ham xo'roz, bu ham o nariga ham xo'roz. Makiyan bu sariq ikkitasi, 3 ta sariq makiyan. 3 ta makiyan bor ekan, bitta ikkita 3 ta. Mana agar mana shu ham xo'roz chiqmasa makiyan. Hali 3 tasi makiyani qolgani bitta ikkita 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta 7 ta xo'roz bor ekan o'rtoqlar, 7 ta. Bu kichkintoy ham duxu bilan ash xo'roz chiqish kerak. Gap so'z yo'q. Endi buni makiyandan tashqari 3 ta makiyan chiqishni bu partiyadan demoqchiman. Ha, qarang. Keyingi partiyadan bitta chiqqanlar hozirroq qolgan bo'lsa ham tomoshaga. Kepagan bergan. Ana keyingi partiya chiqdi, 4 dona ekan. 5 tami 4 ta ekan. Bitta makiyan borga o'xshayapti bu yerda. Hozir ko'p ekan. Bular sotilmaydimi kichkintoylar? Kelishib qolinsa bir partiya. Pinasini ham kelishib berilaveradi. Kelishib qolinsa mana nima
to'rtta bolasi bor ekan. Onasi dakan ekan. O'tgan yilgi dakanlardan ekan-da. Ketdi bular alohida bo'lib. Sotib yuborilaveradi. Xullas sizlarga bugun ham bir chiroyli qisqa video qilib qo'yaylik dedik. Balkim jo'ja qilib yurganlar bordir ishqibozlarga. Berib yuborilaveradi-da mana. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Ushbu videoni dagan ishqibozlarga, jo'ja qilib yurgan tanishlarga yuborib qo'yasizlar tog'lar. Sizlar bilan keyingi yaxshi chiroyli videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.